ikki etashkali kimga qiziq bo'lsa alohida ham bo'lib ajraladi. Matrasi boru, unaqa qalinbas, yupqagina matrasi bor. Narxi 1 million so'm. Arziydimi yo'qmi komment yozib ketinglar. Ikki etashkali sostayanasi yaxshi ekan. Alohida ham bo'lib ajraladi. 2 metr bo'lsa kerak buni uzunligi. 1.90 ekan. Komment yozib ketinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa arzonroq qo'yamiz. Bunga mana shu akril shkaf turibdi degan hali ham. Kimga qiziq bo'lsa, pastga nomerlar aloqa chiqarasizlar. Videolarimizda qo'ydik, ana tremosi bilan qo'ydik. Tremosi 500 ming so'm. 500 ming tremo, 2 million so'm shkaf. Kimga qiziq bo'lsa, ikkosi 2,5 million so'm bo'ladi. Rossiyskiy kravatlar ham bor, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, narxi 800 ming so'mdan. Kimga kerak bo'lsa, 4 dona turibdi. Donasi 800 mingdan pastga nomerlar aloqa chiqarasizlar. Qastenga bor ekan, mana bu ham o'sha rossiyskiy bo'lsa kerak. Oldingilarda. Ularda donasi 500 mingdan. Kommentga yozib keting, arziydimi yo'qmi? 500 ming, 500 ming, 500 ming, 500 ming. To'g'risi 2 million so'm. Mana shu Andersonli shkaf 4 qanotli. Narxi 1,5 million so'm. Arziydimi yo'qmi? Kommentga yozib ketinglar buni. 1,5 millionga. 1 million 300 ming so'mga 4 qanotli shkaf. Kraskalarni o'zlari sepib berishibdi zo'r qilib. O'tgan safargi 500 ming trimo ulgurmaganlarga mana 500 mingga trimo ham bor ekan. Kimga qiziq bo'lsa, pastga nomerlar aloqa chiqarasizlar. Xohlasangiz ikkosini oling, xohlasangiz alohida oling. 4 qanotli, bu ham 2 ga bo'linadigan shkafimizni narxi 800 ming so'm. Kommentga yozib ketinglar, arziydimi yo'qmi? Ispaniyaga tur kimga qiziq bo'lsa 3 million 600 ming so'm mana. Hammasi 3 million 600 ming so'm monetlari sondiqli. Trimoy ham mana, sostayanalari tiniq. Matrasi ham zo'r holatda ekan. Kimga qiziq bo'lsa 3 million 600 ming so'mga arziydimi yo'qmi kommentga yozib ketinglar. Bu narsani o'zi bilgan biladi, tumbalarigacha bor ekan. Ishlari ham uringan bas. Nima deysizlar 3 million 600 ming so'mga. Obuna bo'lib kuzatib boringlar, like bosib kommentga fikrlarni qoldirib ketinglar. Mashkotda kuxonniydi 750 ming so'm narxi. Kimga qiziq bo'lsa uni. Ustulari akril. Mana tekstilet ekan bunisi. Arziydimi yo'qmi? 750 ming so'mga kommentga yozib ketinglar. Kreslosi, mana bunaqa raskladnoy divani, mana jurnalning stullari bilan narxi 1 million so'm. Arzoni. Obuna bo'lib kuzatib boringlar, xudo xolasa bundan arzonlarni ham qo'yamiz. Mana bunisi yotib divan ham bo'ladi. Jurnalningsini ham o'zi puli harom pul. Kimga qiziq bo'lsa 1 million so'mga arziydimi yo'qmi kommentga yozib ketinglar. Xo'p. 900 mingga mana 1,5 kishilik narxi bu, narxi emas, nimasi? Razmeri 120 bo'lishi kerak. Aka 120 2 metr. Uzuni 2 metr, 120 ga 2 uni. Matrasi ham zakaz matras ekan, ikki taraflamali. Kimga qiziq bo'lsa 900 ming so'mga bemalol pastga nomerlar aloqa chiqarasizlar. Arziydimi yo'qmi kommentga yozib ketinglar. 1 million so'mga mana ko'xurni ikkita tumbalari bilan, taglari ham sondiq. 1 millionga arziydimi yo'qmi? Bunaqa materiallarni ham chiroyli to'qib berishibdi. Tagi sonda bo'lishi kerak. Mana. Nima deysizlar 1 million so'mga? Kommentga yozib ketinglar. Obuna bo'lib, like bosib qo'yish ham esdan chiqmasin. Banliga tur narxi 5 million so'm. Nima deysizlar, arziydimi yo'qmi kommentga yozib ketinglar. Mana sostayanasi tiniq ekan. Matraslari ham salafani bilan turibdi. Bosh taraflari ham cho'tki turibdi ekan. Tumbalari mana. 5 million so'mga arziydimi yo'qmi kommentga yozib ketinglar. 2 million 600 ming so'mga mana shu goloy bor ekan. Bu divan ham bo'lar ekan, raskladnoy bo'lib. Bu ham kimga qiziq bo'lsa, ikkita pufilari, xon taxtalari bilan. Xon taxtasi ham 2 ga 90 shekilli. La MDFdan. Nima deysizlar, kommentga yozib ketinglar. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu ko'payishga bor ekan, narxi 2,5 million so'm. Kami bor. Akril material, ayneli, koptagina. 2,5 millionga mencha qimmat so'radim. Kommentga yozib ketinglar, nima deysizlar? Arziydimi yo'q? Narxi. Mashkafni 1,5 million so'mga beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastga nomerlar aloqa chiqarasizlar. Devani bilan ham qo'ydim. Devani sotilib ketibdi, shkafni o'zini 1,5 million so'mga beriladi. Ichlari ham neobishniy narsa, kimga qiziq bo'lsa, ancha koptagina. Pastga nomerlar aloqa chiqarasizlar, Farg'onada Kirgilida turibdi. 600 ming so'mdan mana bir donasi. Ozgina ishlagan, lekin sostayanlarni yaxshi qilib, machankalarni ham zo'rlab qo'yib berishdi. Ochilmaydimi? Bosh taraflari sonli. 600 ming so'mdan donasi, jupi 1 million 200 ming so'm. Arziydimi yo'qmi kommentga yozib ketinglar.